Diqqat, tezkor xabar. O'zgidromet ogohlantirish bilan chiqdi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'lsin. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, ushbu videorolik ostidagi like va obuna bo'lish tugmachalarini bosib qo'yishlikni unutmang. Siz bu orqali bizning kichik mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Barchangizga kattakon rahmat. Diqqat qiling. Joriy yilning 13-15 iyun kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Bu haqida O'zgidromet xabar berdi. Unga ko'ra Qashqadaryo viloyati Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyati Sarosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrobod tumanlarida, Samarqand viloyati Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrobod, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyati Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimeh, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyati Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyati Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rtachirchiq, Yuqorichirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyati Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyati So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyati Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shahrida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Sinoptiklar tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi aholi, dam oluvchilar va haydovchilarni ehtiyotkor bo'lishga chaqirgan. Shuningdek, ayrim hududlarda kuchli yomg'ir yog'ishi oqibatida yomg'ir suvlari to'planib, past joylarni suv bosishi mumkinligi haqida ham ogohlantirilgan. Fuqarolarga zaruratsiz ravishda sel xavfi yuqori bo'lgan hududlarga bormaslik, tog'li yo'llarda harakatlanishda ehtiyotkorlik choralariga qat'iy amal qilish tavsiya etilgan, deyiladi xabarda. Do'stlar, ushbu ma'lumot boshqalarga ham tezroq yetib borishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishlikni unutmang. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling, xayr salomat bo'ling.